Doktor, hamma yoqda keng qo'llaniladigan LASIK usuli haqida nimalar deya olasiz? LASIK usuli eng ko'p qo'llaniladigan va samarali, ishonchli usullardan biri. Bu jarayonda mikrokeratom yordamida ko'zning yuqori qatlami juda nozik tarzda ko'tariladi va lazer yordamida ko'rish o'tkirligi tiklanadi. Jarayon odatda og'riqsiz o'tadi. Bemorlar esa qisqa vaqt ichida ko'rishning tiniqlashganligini sezadi. Natijalar ko'pincha tiniq, aniq va barqaror bo'ladi. LASIK ko'rish darajasi o'rta bo'lgan va ko'z to'qimasi operatsiyaga yaroqli bemorlar uchun juda yaxshi yechim hisoblanadi. Agar ko'zingizda miopiya, gipermetropiya va astigmatizm kabi holatlar aniqlanadigan bo'lsa, bizning Choriqul Shaymatov Gavhari ko'z klinikamizda lazerli korreksiyaning eng zamonaviy 4 xil turi mavjud bo'lib, sizni ko'zingizga individual tarzda yondashamiz va qaysi tur eng siz uchun xavfsiz bo'ladigan bo'lsa, shuni tanlov sifatida beramiz.